Mansur shu biznes fabrika jamoasiga qo'shilish uchun kelgan odam aslida. To'g'risini aytadigan bo'lsak, sababi kursga telefon qilgan paytimda ham birinchi bergan savolim jamoaga qo'shilish uchun nima qilish kerak degan bo'lgan. Va kelganingizda ko'rasiz degan. Mendan nima ketdi? Shuncha odam qo'shilib yuribdi, men qo'shila olmayman deganman, kursga yozilganman. Peshonam yalqiragan bo'lib, tekin o'qiganman kursda. Shu bilan jamoada qolganman. Jamoada qolganimdan afsuslanmayman. Hozirgi uzumda savdo qilganman boshida. Aziz akalarni firmalarni endi esga chiqib ketishiga ham sabab bo'lganman. Hozirgi ayni vaqtda offline biznes qilyapman, ya'ni do'kon yurityapman. Xudoga shukr, yaxshi hammasi va do'kon yuritganda ham qanaqasiga yurityapman. Boshqa davlatlarni o'sha marketingini, do'kon yuritish strategiyalarini o'rganib, o'zimda qo'llayman. Bir paytda bitta videom uchun 87 ta odam o'zining istoriyasiga qo'yapti shu videoni. Bitta videom. Chunki unga yondashuv boshqacha bo'lgan. O'zimda olib qaraganda birinchi iyunga bolalarga 50% skidka qilaman desam ham bo'lardi. Uju odamlarning qulog'iga zerikarli-da, 30% skidka. Hamma shu haqida gapiradi. Men nima qildim? 99 minglik mashina olsang, ikkinchisini 9 mingga beraman dedim. Bu odamlarning qulog'iga bum bo'lib eshitilyapti. O'sha 50% skidkalarga mana bunday olib qarasa, lekin yondashuv boshqacha bo'lgan. Shuning uchun videorekka chiqib ketdi, 32 ming odam ko'rgan. Mana bugun men nimaga bu yerdaman? Bu yerdaligimga sabab nimandir o'rganaman-da har safar kelganimda. Oddiy misol, bugun savdo zo'r bo'lgan, do'kondan chiqishga imkoniyat bo'lmagan. Siroj bordi bugun, shunaqa odam ko'p, xudoga shukr yaxshi. Chiqolmayapman-da, ketay desam, tashib keta olmayapman, ularga yordam berishim kerak. Ular tashab ketmay desam, bu yoqqa kelishim kerak-da. Keyin qo'y dedim, burga bo'lar dedim, ketaverdim keyin tashab. Yurish shu pulki topiladi, o'sha networking topilmaydi-da. Shu networking uchun kelaman. To'g'ri, hammadan nimadir yangilik olaman har doim. Endi hammaga ham balki aytgandirim yo'qmi, Aziz aka bilan ko'proq gaplashish uchun kelaman. Vaqt topilsa gaplashamiz. Boshqa konkurentlarni ko'rib kelaman borib, boshqa shaharlarga. Samarqandga bordim. Menda shu Mittivoy do'konni ko'rishga borganman. Birga ko'rdik. Mittivoy supermarketi, o'sha Mittivoy supermarketidaqa supermarket ochish niyatim bor. Savdo qilib shuni tushunyapmanki, klientga qanchalik sharoit yaratib bersangiz, klient narxga ko'z yumadi. Narxda anaqa qilmaydi, nima desa bo'lgan. Qimmat demaydi.